2014-yil may oyi. Men va oilam uchun eng og'ir kunlar boshlangan edi. Tanamdagi ko'kimtir dog'lar, tinimsiz isitmalash, tomog'im va qo'limdagi shishlar, oyoq-qo'lim og'rishi sababli doktor huzuriga bordik. O'sha payt hech kim o'ylamagan menda rak, ya'ni oqqon kasalligi aniqlanishini. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ketma-ket topshirilgan analiz natijalari shunday chiqdi. Ko'p qon yo'qotganligim sababli tezlik bilan reanimatsiyaga yotqizishgan va o'sha kundan boshlab qon, tromba va lecheniyalar olishni boshladik. 2 hafta deganda palataga o'tkazishdi. U yerda menga o'xshab kasal bo'lganlarni ko'rib, bitta men emas ekan deb o'zimni ovutdim. Ximiya oldim. Tuzalishim uchun kuchli dozada dorilar ichishni, parhez qilishni boshladim. Mumkin bo'lmagan narsalardan tiyildim. Hattoki maktabga ham 3 yil chiqmadim. Ro'parosa 3 yil deganda bu kasallikni Allohimma menga bo'lgan mehribonligi, ota-onam, akalarim hamda shifokorlarning harakatlari bilan hayotga qaytdim. Hozirgi kunda butkul tuzalganman. Universitet talabasiman. Qaynonamni bitta keliniman. Turmush o'rtog'imni esa erkatoy ayoliman. Blog yurgizishimdan maqsad menga o'xshagan kasal bo'lib, butkul tuzalgan yoshlarni yig'ib, bu kasallik bilan kurashayotgan insonlarga ruhiy dalda berish.